Assalomu alaykum aziz muxlislar, barchaga Hayit ayyomlar muborak bo'lsin. Bilasizlar, yaqinda Gulnur bilan klip chiqargandik va jonli efirlardan ozgina tushunmovchilik bo'lib ketdi. Spesialni qilgan PR'imiz emas, jonli efirda bo'lib ketdi. Shuning uchun endi bugun ulug' ayyom kunida hozir Gulnurni tabriklashga keldik, bilmaydi. Ketdik. Mana Gulnur ijod ustida. Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tabriklayman ayyomlar bilan. Oxirda ayyom bilanmi yo? Yo'q, uzr bu ketdi. Ha, uzrlar bilan. Aziz muxlislar, jonli efirlarda tushunmovchilik bo'lib ketdi, ko'p tushunmovchilik. Lekin o'zlari aytsin. Endi kameradan keyin o'zim bilaman nima deyish sizga. Sabr bilan kirib o'tirmam dedi. Yana keyin hamma o'ylaydi, prank qilib Aziz muxlislar, bizda hech qanaqangi nima yo'q, xabargarchilik yo'q. Shuning uchun qo'lni olib qo'yamiz, 5 ni olib qo'yamiz. Muxlislar ham ishonmasdan faqat Usmon Yomon ekan. Gulnur bitta kalla qo'ying. Gulnurni unaqa qilmaslik kerak degan gaplarni olib Hozir kameradan keyin o'zim tashlaman. Xotirjam bo'linglar. Ayyomlar muborak bo'lsin. Tabriklaymiz hamma. Sog' bo'linglar. Rahmat sizga ham.